Yaqindagina prezidentimiz shaxsan o'zlaridan Shuhrat medalini qo'lga kiritdim. Ijtimoiy himoya agentligi tomonidan yil shifokori deb topildim. Bu e'tiroflar bizga sohani yanada rivojlantirishga turtki beradi. Men Bobur To'rayev bugungi kunda Toshkent davlat tibbiyot universiteti bolalar ko'p tarmoqli klinikasida bolalar kardiya jarrohi sifatida faoliyat yuritaman. O'zim El-yurt umidi jamg'armasi stipendiyati sifatida 2018-yilda Buyuk Britaniyaning London shahridagi University College London universitetida magistratura bosqichida tahsil olib qaytganman. El-yurt umidi jamg'armasi barcha yashash xarajatlarini to'liq qoplab beradi. Bu borish kelish xarajatlari, u yerda yashash, turar joy, ovqatlanish, hamma xarajatlarni to'liq qoplab bergani uchun moliyaviy tarafdan umuman muammo bo'lmagan bizda. Aytib o'tishim kerak, O'zbekistonda ta'lim ko'pchilikda endi shunaqa stereotiplar mavjud, ya'ni chet elda ta'lim O'zbekistondagi ta'limdan juda ham bir boshqacha farq qiladi, o'ta kuchli, bizda yaxshi rivojlangan degan. Lekin bir narsani aytib o'tishimiz kerak, O'zbekistondagi ta'lim dunyoning eng rivojlangan davlatlaridagi ta'limdan juda ham katta farq qilmaydi. Bizda ham agar talaba qiziqsa o'qiyman desa, yaxshi sifatli ta'lim olish imkoniyati bor. O'zi umuman olganda talabalik davridanoq bolalar kardiya jarrohligiga juda ham qiziqqanman. Bolalar kardiya jarrohligini endi rivojlantirish, nisbatan murakkabroq operatsiyalarni o'rganib yurtimizga tatbiq qilish yoki kichik yoshdagi bolalarning jarrohliklarini yo'lga qo'yish uchun dunyo tajribasini o'rganib yurtimizga qaytish orzusida ketganmiz va 2019-yildan boshlab ushbu bo'limda faoliyat yuritib kelmoqdaman. Undan keyin ham Germaniya, Yaponiya, Avstraliya kabi davlatlarda malaka oshirib, bolalar kardiya jarrohligini so'nggi yutuqlarini, yangi bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirib qaytganman va bugungi kungacha 1000 dan ortiq yurak jarrohligini muvaffaqiyatli amalga oshirganman va bir necha turdagi murakkab jarrohliklarni O'zbekistonda birinchilardan bo'lib amalga oshirishga muvaffaq bo'lganman. Bular natijasida men yaqindagina prezidentimiz shaxsan o'zlaridan Shuhrat medalini qo'lga kiritdim. Ijtimoiy himoya agentligi tomonidan yil shifokori deb topildim. Bu e'tiroflar bizga sohani yanada rivojlantirishga turtki beradi. Ishga kelishim bilan birinchi har kuni shu bo'limimizdagi bemor bolalarni holidan xabar olish bilan boshlaymiz ishimizni. Bemorimiz qanaqa holatda, kechqurun qanaqa o'tkazgan, holat yaxshilanish bilan, yomonlanish bilanmi bir tekshirib, kerakli yordamlarni o'z vaqtida ko'rsatishga harakat qilamiz. Umuman mendan ko'p so'rashadi, bolalar kardiya jarrohligida ishlaysiz, og'ir soha yoki nimaga chet elda ishlamaysiz, o'zimizda ishlaysiz deb. Bunga eng asosiy sabab kichik yoshdagi bolalar og'ir, zo'rg'a nafas oladi, hayot bilan kurashib, balkim ayrimlari hayotini so'nggi kunlarini yashayotgan bo'lishi mumkin deb buni bilib turasiz. Murakkab jarrohlikni o'tkazasiz va bu bolachani endi xuddi boshqa o'zining tengqurlari qatori hayot kechirishini o'ylab, bir o'zingizga his olasiz. Bu his men boshqa sohalarda yoki chet elda yuraman, chet ellarda bu his olmagan. Ota-onamiz ham masalan shu sohani tanlaganimizdan, shu kasbda yurganimizdan faxrlanishadi, hamma joyga borishda meni o'g'lim kardioxirurg deb maqtanib aytib o'tirishadi. Albatta bu ham bir yaxshi narsa. Ingalyatsiya qalaymi? Pishgan, necha kunligida operatsiya qilganimizda? 17 kunligida qilganmiz. Yoshlarga maslahatimiz, biz O'zbekistonlikmiz. Har bir sohani rivoji o'z qo'limizda. O'zimiz harakat qilsak, bor kuchimiz bilan intilsak, har bir sohani rivojlantira olishimiz mumkin. Shuning uchun kurashishdan to'xtamang va siz O'zbekistonni yangi bir yorqin kelajakka olib borasiz.